qizardi. Zerikib oldinglar, aniq. Ko'pchilik so'rayapti, o'zi telefon qilib videolar qo'yiladi. Mana hozir bitta yopamiz, ko'ringlar, tomosha bekarga beriladi. Hozir ko'ramiz. Qizardi. Olyapsizmi? Akalar kaptardek yog'yapmiz, g'urra ekan. Qaranglar, chiroyli narsada, go'zal narsa bo'ladi. Modaga o'xshayapti. Agar kaptar olganda shunday podarka qilib olardi. Xudo xolisa podarkamiz ham bor, beriladi. Anchadan beri video qilmayotgandik. Ostonamiga keluvdik. Ostonam ham kaptar baqadi. To'g'ri bizcha uyda hasardamiz. Shu bahonada ovozasi bor edi, ko'rib qolib yopdik. Kaptardek bor edi, to'g'risi. G'urra ekan. Endi g'urrani qo'yib yuboramiz endi. Qiziquvchilar uchun mana kaptalari ham bor ostonam. Chopki mana. Uchmasi ham bor, valeri ham bor. Xudo xolisa behijolat kaptalar baqadi ostonam. Ochib bering. Shu bilan akalar videoligimiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolisa qiziq videolar qo'yib boramiz. Bizdan uzoqlashmanglar. Ko'p videolar qo'ya olmayapmiz, to'g'ri tushunasizlar. Ish bilan bandmi, shuni hisobiga jicha uyab bo'lib bo'lyapti. Xudo xolisa chiroyli videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bizni kuzatib borib, telefonga aloqa qilib, Telegram orqali aka videolar qo'yib turing deb bizni hurmat qilib, salomalik qilgan ukalarimizga abdusi yuradi, rahmat deb qolamiz. Shu bilan videomiz tugadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi buni qo'yib beramiz. Bitta